Bo'ldimi? Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Men bloger emasman. Bir haliga nima tarqatish niyatim ham yo'q. Lekin kecha bir 26-yanvar kuni Balashcha mol bozoridan mana shu sigirchani ishqibozchilikka oldim. Buni bir meni aldab sotgan, buni olgan puling o'liginga buyurgir. Mana shunday holatda meni 8 litr suti bor deb mana shu sigirni menga sotdi bu. Molda uyga olib kelib, mollarim bor edi, shularni yoniga bog'lab qo'ysam, molda yelini bo'shab qolibdi, suti yo'qolib. Buni nima bo'ldi ekan? Bu yonidagi mol emib qo'ygan bo'lsa kerak deb alohida qilib bog'lab ham ko'rdim. Qarasam, mol o'zini o'zi emar ekan bu. Bu olgan puling o'liginga buyurgir, meni aldab sotib ketdi. Mana endi YouTube'ga kirib bir ana Xorazmlik yigitimiz o'zini o'zi emadigan molga mana shunday ustanovka qilgan ekan. Bu hali bu mol meni ko'rsa otasini ko'rgandek bo'ladi deb hali mol o'zini o'zi qiynar ekan. Mana shu holatga keltirib hozir ustanovkalarni qildik. Buni o'zingiz yasadingizmi hozir? Ha, buni men o'zim yasatdim. Hurmatli YouTube ishqibozlari, mana endi agar shu menga hali molni aldab sotib ketgan o'sha haromxo'r shu nimani ko'rib turgan bo'lsa, molni holatini agar nima bo'lsa, bozor kuni Baliqchi bozoriga o'taman. Agar meni qarg'ishimga uchrashni xohlamaydigan bo'lsa, yaxshilikcha o'sha Baliqchi mol bozorida menga uchrab, men pulimni qaytib berib, xohlasa molni qaytib olib ketsin. Yo'q deydigan bo'lsa, molni endi mana shu holatda men tarbiyalayman, ammo olgan puli o'ligiga buyursin, yaxshilik kunlariga buyurmasin. Bu moslama effekt beradimi-kan? Moslama endi ana shu Xorazmlik yigit 6 oylik bo'g'oz bo'ldi, mana shuni nima qilib yuribman, niyat qilib deb ko'rsatgani uchun mana shunday ustanovkani mana men yasatdim. Yaxshi, rahmat sizga ham.